Bir yil ikkita farzandli bo'lgan onani bir kunlik videovlog. Ikkita farzandli bo'lgandan keyin odam o'ziga qarashni unutib qo'yar ekan. Ayniqsa kechasi "Men kimman, ismim nima?" deydigan holatlarga ham kelib qolar ekansiz. Bolalaringiz ham endi bo'shadim deganingizda, ana oyim bo'sh ekanlar deb tayyorgina bo'lib turishadi. Baravariga qorni ochib turadi, yig'laydi va undan tashqari ishini ham bajarib qo'yishadi. Va yetmaganiga biriga qaragunizcha ikkinchisi to'polonni shunaqa qilar ekan. Mani yana qanaqangi kunlar kutyapti bilmadim-u, lekin 2-3 farzandi bor onalarga sabr tilayman. Aytgancha bunaqa holat faqat mendami yoki sizlarda hammi? Iltimos kommentariyaga yozib qoldiringlar, siz yolg'izmassiz. Yaxshiyam, bir o'zim yashamayman. Baxtimga qaynotam bor. Qo'ta o'g'lim pashti ular o'zlariga qarab yashadi, faqat kechasiga bo'lsa. Xo'jayinim bilan birga qaraymiz, lekin ikkita bolani to'polonniki bo'lsa boshimiz aylanib qoladi. Amayli endi nima ham qilardik? Bolali uy bozor, bolasiz uy mozor deganlarida. Shu bolani ham boriga shukur deb amallab ko'ta qilib olamiz. Ana endi shu desanglar bolani amallab tinchitib o'zimga qarashni boshladim. Shanskin firmasidan o'zim uchun uhud va kosmetikalar zakaz qilib olgandim va nihoyat bolalarimdan ortib o'zimga qarashga vaqt ajratdim. Anchadan beri yuzimga uhud qilmayotganim uchun juda ham quruq holatga kelib, chorni tochkalar ko'payib ketibdi. Bu holatda ko'rishim bilanoq Shanskinga murojaat qildim va yuzimni turini aytgandim. Menga o'ziga uhud va nabor yig'ib jo'natib yuborishibdi. Va mana ko'rib turganinglardek ketma-ketlikda yuzimga barcha uhudlarimni qilgandim. Yuzimda ancha o'zgarishlar sezila boshladi. Doim shu oynani oldiga kelib ozgina o'zimga uhud qilganimda, ana endi har kuni uhud qilaman deb doim o'zimga va'da beraman. Lekin hozirgi kunda bitta qilgan uhudim bir haftaga yetyapti.